Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, charchamay yuribsizlarmi? Bugun biz sizlardan ko'pchilik so'ragan 7 o'tkichli motobloklarning narxlarini bir sinama obzorini tanishtirib o'tkazamiz. Sizlardan bitta iltimos, like, podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bu prosta mehnatimizni qadrlayotganlaringizni bildiradi. Unday bo'lsa biz boshladik. Bu vaqtda eng arzon bo'lgan 7 o'tkichli motoblokni biz qayerdan topsak bo'ladi? Toshkent shahri Ark-Blok bozorida joylashganmiz. Kelaverasizlar. Turgi 10 balon, mana Turgi 10 balon, baklari 5 litrli bak, воздушный filtr, moylar solib bemalol ishlataverasiz. Sifatlari zo'r chiqqan. 170F motorlardan jihozlangan. 2025-yilning moli hisoblanadi. Bu hech qanday asatga mol emas. Ko'pchilik aytishi mumkin. Bunday sifat yaxshi chiqqan. Baklari ham katta, pachimlik balonlari ham turgun balon qo'yilgan. Eski mol deb o'ylaydi. Yo'q. Bu 2025-yilda chiqqan yangi mol hisoblanadi. Sifatlari zo'r. Narxi ham suv tekin narxlarda. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizlarga hammasini narxini aytib o'tib ketaman akalarim. Bu motoblokimiz hozirgi vaqtda faqat 10 kun davomida 11-dan 21-iyungacha qilib beramiz. Aksiya 3 million so'mga kelasiz. Turgun balon baklari katta qilingan 3 million so'mga 7 o'tkichli motoblokni xarid qilib olib ketasiz. Toshkent shahri Ark-Blok bozorida. Oddiygina kelasiz, 3 million so'mga original 7 o'tkichli motoblokni qilib beramiz. Kami ham yo'q, narsasi ham yo'q. Oxiri bo'lar joyi 3 million so'm akalar. Menga yo'q Texa motoblogi kerak deganlar uchun original Texa motobloklarni ham olib qo'yganmiz. Narxlari 3 million 600 ming so'mdan 10 kun davomida 11-iyundan 21-iyungacha qilib beramiz. Prosta hayitga ko'pchilik ulgurmagan ekan. Hayitga biz 2 kun ishlay olmadik. O'shani hisobiga biz 10 kun qilib beramiz yana. 2 kunning hisobiga yana 10 kun aksiya. Endi ham akam kelmasangiz bo'lmaydi. Xalqim shoshiling. 10 kun davomida kelasiz. Kerak bo'lsa Texadan zo'r traktorni men sizga qilib beraman. Euro rekord traktorlarni qilib beraman. Texadan nima uchun zo'r deyapman? Bu traktor Texadan afzallik tarafi bunda pachimlik balon, sizga qulayligi, pachimlilik balon bo'ladi. Mana baloni pachimlilik, rekordni ham, Euroni ham baloni pachimlilik bo'ladi. Ular Texadan ancha baquvvat, ancha sifat jihatlama yaxshi chiqqan. Narxi aksiyada 3 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. 11 va 21-iyungacha shoshilamiz. Xalqim, bunday motoblokni har qanday joylarda ham 4,5 millionga sotyapti, lekin Toshkent shahri Ark-Blok bozoridan kelib siz 3 million 600 ming so'mdan kelib xarid qilib olib ketasiz. Like, podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'pchilik so'rashi mumkin, endi fikr uyg'onib qolishi. Nimaga bu 3 million? Bular nima uchun 3 million 600 ming so'mdan? Sababi hozirgi vaqtda ko'pchilik original motoblok olayotgan vaqtda ko'p joyiga e'tibor bermaydi. Original motobloklarda arqa plombasi temirli bo'ladi, bularga plastmasli bo'ladi. Shuni hisobiga bu o'rta motoblok hisoblanadi. Kimga kerak bo'lsa kelaveradi. Xohlagan joyda arqasi plastmasli motoblok 3,5 milliongacha sotilyapti. Bizga kelasiz, 3 million so'mga xarid qilib olib ketasiz. Arqasi temirli, головкali motoblok esa mana arqa plombalar temirdan qilingan, pechatlar ham qilib qo'yilgan motoblok esa hatto kerak bo'lsa o'yib ham yozilgan. O'yib yozilgan motoblok hisoblanadi. Buni originali hisoblanadi. Bu original motobloklar kelasiz, aksiyada 3 million 600 ming so'mdan xarid qilib olib ketasiz. Bomba narxlarda bunaqa narxda xalqim har qanday joyda ham topa olmaysiz. Shoshiling, 10-sanagacha sizni cho'ntagingizda yana ko'p qismi qolib ketadi. Ertaga men ulgurmadim demang. Faqat 11-iyundan 21-iyungacha qilib beramiz. Like, podpiskani bosib, bizni qadrli va bizni qo'llab kelgan obunachilarga. Shuning uchun bitta kommentariya kirib, omad deb yozib qo'yish esdan chiqmasin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.